Mana, o'z mamlakat armiyasida xizmat qilgan 5 ta futbol yulduzi va birinchisi shunchalik ekstremal mashg'ulot dasturini tamomlaganki, ishonish qiyin. Bilasanmi? Cristiano Plus tugmasini bossang, tabassum qiladi. 5-o'rin Zlatan Ibrahimovich. Shved giganti harbiy tuzilmalarga yaqin yoshlar dasturlarida ulg'aygan. Bu intizom, ruhiy qattiqlik va shiddatli raqobat uning butun karyerasini maydonda ham, maydondan tashqarida ham shakllantirdi. 4-o'rin Paolo Maldini. AC Milan afsonasiga aylanishdan oldin u Italiya majburiy harbiy xizmatining bir qismini o'tagan. Bu uning burch, mas'uliyat va yetakchilik tuyg'usini mustahkamlagan kamroq ma'lum bob. 3-o'rin Granit Xhaka. Shveysariyada harbiy xizmat majburiy. Professional faoliyati to'liq vaqtli xizmatga to'sqinlik qilgan bo'lsa-da, Xhaka milliy majburiyatini bajardi. Futbol va fuqarolik mas'uliyatini muvozanatlashdi. 2-o'rin Muhammed Salah. Misrda harbiy xizmat majburiy. Salahga futbol faoliyati tufayli imtiyoz berilgan bo'lsa-da, u muntazam rasmiy marosimlarda ishtirok etadi va mamlakatining qurolli kuchlari bilan kuchli ramziy aloqani saqlab qoladi. Va birinchisi, dengiz piyodalari bilan juda intensiv 3 haftalik mashg'ulotni yakunlagan global yulduz. O'z mamlakatida xizmat odatda deyarli 2 yil davom etadi. Lekin u tarixiy xalqaro turnirda g'alaba qozonganidan keyin maxsus imtiyoz olgan. Kimligini bilasanmi? Izohlarda yozing.